Aziz hamkasblar, hurmatli talabalar, bugungi ochiq ma'ruzaning mavzusi diodlarga bag'ishlanadi. Demak, mavzuyimiz yarmi o'tkazgich diod, diodning ish rejimlari, yarmi o'tkazgichli diodlar klassifikatsiyasi. Yozib oling. Bugun kafedrada bo'lib radio elektronikasi hamda ochiq ma'ruza mashg'ulot beriladi. Hammalaringizni ko'rishdan xursandman. Sizlar ma'ruza mashg'ulotini asosiy mashg'ulot bilimlar bilan qanchalik yuzlashtirgansiz va hozirgi ma'ruzaga qanchalik tayyorgarligingizni bilish uchun ayrim savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Hali o'tgan ma'ruza darsida qaysi mavzu tugadi? Yaxshi, rahmat qizim. Yana birinchi savol shunday bo'ladi. Mana tabiatda hammangizga ma'lum barcha moddalar, jismlar, xususan qattiq jismlar o'tkazuvchanlik turiga qarab, demak, 3 turga bo'linadi. Bular metallar, yarmi o'tkazgichlar va elektriklar. Endi mana shular orasida yarmi o'tkazgichlar hozir ayni kunda bizni qiziqtirayotgan mavzumizga ta'alluq bo'lgani uchun men shunday savol bilan murojaat qilaman. Qani yarmi o'tkazgichlar boshqa modda yoki jismlardan nimalar bilan farq qiladi? Alohida belgilar nimalardan iborat? To'g'ri sifatlari, xususiyatlari nimalardan iborat? Qani kim aytadi? Ma'lum. Yarmi o'tkazgichlarda elektron metallar va elektriklar oralida bo'lgan moddalarga aytiladi. Ularga asosan mendagi jadvaldagi 4-guruh elementlari Germaniya, Kremniy, shunga o'xshash elementlar kiradi. Eng ko'p uchraydigani bizga Germaniya hisoblanadi. Buni shunday. Endi yana bitta savol, agar buni to'ldiradigan bo'lsak, shu yarmi o'tkazgichlarni kelinki metallardan o'tkazuvchanligi bo'yicha qanday alohida farqlari bor? Temperaturaga, og'irligi, temperatura yana yoritilganlik, nurlanish, maydon, demak ta'sirlari juda sezgir bo'ladi. Va yana bir oxirgi savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana biz o'tgan darsda PN o'tish sohasi volt-amper xarakteristikasida bo'ldi. Qani shu volt-amper xarakteristikasini kim tavsiflab beradi? PN 3G diodlarda bu P'dan N'ga o'tadi, ya'ni P bizaga elektronlar joylashgan, N'da esa teskarisi, P'da kvantlar joylashgan bo'ladi, N'da elektronlar. Agar to'g'ri ulansa, tok o'tadi va bu ma'lum bir qiymatgacha, ya'ni kuchlanishni oshirganimiz sari i'ni qiymati ortadi. Ma'lum bir kuchlanish kelganda kuchlanish oshmaydi-yu, i'ni qiymati ortadi, ya'ni amper ortib boradi. Mayli, endi buni yana to'ldirish talab qiladi, lekin vaqtimizni chegaralanganligi uchun hozircha shu bilan kifoyalanamiz. Rahmat sizga. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz aynan mana shu yarmi o'tkazgichlar turlari bilan bog'liq, yarmi o'tkazgichlar bilan bog'liq diodlarni qarab chiqamiz. Bugun yarmi o'tkazgichli diod diodning ish rejimlari, yarmi o'tkazgichli diodlar klassifikatsiyasi.
Bo'lishmaymiz. Demak, qaraydigan ko'p chiqadigan masalalarimiz mavzular zo'rog'i mavzuchalarimiz. Endi bu katta mavzu, lekin mavzu ichida demak qaraydigan asosiy mavzuchalarimiz bular yarim o'tkazgich diod, uni tuzilishi, diodning ish rejimlari, yarim o'tkazgich diodlarning klassifikatsiyasi, ya'ni qanday turlarga qanday klassifikatsiyalanadi. To'rtinchisi to'g'rilagichlar. Yarim o'tkazgichli diodlarda elektr tokini to'g'rilashda foydalanish va beshinchi mavzumiz bu to'g'rilovchi tizimlardagi silliqlovchi filtrlar. Demak, bugun qarab chiqadigan mavzularimiz mana shulardan iborat. Asosiy mavzumiz esa nimagi? Yarim o'tkazgichli diodlar. Yana qisqacha ta'rif beramiz. Mana diodlar uchun umumiy ta'rif. Yarim o'tkazgichli diod bu bitta to'g'rilovchi elektr o'tishiga va ikkita elektr chiqish, ya'ni qutbiga ega bo'lgan yarim o'tkazgichli asbob hisoblanadi. Demak, bu yerda asosiy tayanch iboralar qora shriftda berilgan, buni bunga e'tibor qaratasiz. Endi to'g'rilovchi elektr o'tishi elektron qavatli, ya'ni PN o'tish bo'lishi mumkin yoki metal yarim o'tkazgich kontakti bo'lishi mumkin. Demak, bunday kontakt ventil yoki bir yo'nalishda tok o'tkazuvchi xususiyatga ega bo'ladi. Demak, bundan tashqari yana bir narsani yozib olishingiz mumkin. Metal dielektrik yarim o'tkazgich kontaktlari ham bo'lishi mumkin. Demak, metal dielektrik yarim o'tkazgich kontaktlarida odatda rus tilida, rus adabiyotlarida MDP deb tarjima qilinadi. Metal dielektrik polprovodnik degan so'zlardan olingan va ular MDP diodlar yoki to'g'rilovchi o'tishlarni belgilaydi. Ko'rsatamiz? Yaxshi. Demak, yarim o'tkazgichli diodlar o'tish turiga bog'liq holda quyidagi tuzilmalarga ega. Mana A, PN o'tish va diodning elektr ulanishlari uchun ikkita ohmlik o'tish. Mana A rasmda belgilangan. Buni oddiyroq qilib chizib olsangiz ham bo'ladi. Va B, metal yarim o'tkazgich xususiyatiga ega tutuvchi o'tish va bitta ohmlik o'tish. Bu B rasmda tasvirlangan. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, bu yerda yarim o'tkazgichli diodlarning strukturalari berilgan, tuzilishlari. Demak, A'sida demak to'g'rilovchi PN o'tishga asoslangan demak diod va B'sida demak metal yarim o'tkazgich to'g'rilovchi xususiyatga ega bo'lgan demak diodni strukturasi berilgan. Yaxshi, keyingi slaydga o'tamiz. Demak, ko'pchilik hollarda PN o'tishli yarim o'tkazgich diodlar nosimetrik holda tayyorlanadi. Shuning uchun diodning kuchli legirlangan, ya'ni past qarshilikli qismi emitterdan yozib oling. Sust legirlangan yuqori qarshilikli qismi baza tomon. Bu yerda ozgina texnik xatolik bor. Injeksiya emas, injeksiya qilinadigan asosiy bo'lmagan zaryad tashuvchilar soni teskari yo'nalishda
o'tuvchi tashuvchilar soniga nisbatan ancha ko'p bo'ladi. Demak, biz o'tgan mavzuda siz bilan injeksiya, dori, rekombinatsiyani ko'rib chiqdik. Lekin bundan tashqari men tavsiya qilaman, asosiy adabiyotimiz Nigmatovdan yoki Jerebtsov kitobidan aynan yarim o'tkazgichli diodlarda PN o'tishlar, ish rejimlarini chuqurroq nazariy tafsilotlarni o'rganish kerak bo'ladi. Biz hozir keltirayotgan bu yerdagi slayddagi materiallar bu umumiy materiallar. Tushunarlimi? Umumiy tushunchalar. Lekin chuqurroq, batafsilroq, kengroq yoritilgan material bu men asosiy adabiyotda aytdim. Biz hozirgi mavzumiz bo'yicha belgilangan vaqtimizda hamma narsani to'liq qamrab ola olmaymiz. Shuning uchun imkon qadar yozishga harakat qiling, lekin men tavsiyam konspektni yana to'ldirishga to'g'ri keladi. Mana diodlarni quyidagi turlarga bo'lish mumkin. Demak, nimasiga qarab, qanday sifatiga, xususiyatiga qarab buni gapiramiz. Mana yarim o'tkazgich materialni turiga ko'ra, yana qanday materialda yasalgan? Ular kremniyli, germaniyli, galliy arsenidli turlarga bo'linadi. Lekin shu bilan cheklanmaydi. Hozir diodlarning boshqa turlari ham ancha takomillashgan. Materialiga qarab. Shularga. Ikkinchisi vazifasiga ko'ra. Demak, diodlar vazifasiga ko'ra to'g'rilovchi, impulsli hamda funksional vazifasiga asosan stabilitronlar, aytaman, funksional vazifasiga ko'ra stabilitatronlar, varikaplar va boshqalardan iborat bo'ladi. Demak, keyingi belgisiga ko'ra elektron teshik o'tishini tayyorlash texnologiyasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, demak, diodlar qotishma diodlar, splavniy deyiladi, diffuzion va boshqa turlarga bo'linadi. Biz texnologiyasi haqida keyingi mavzularimizda gaplashamiz. Demak, va nihoyat elektron teshik o'tishi turi bo'yicha ular klassifikatsiyalanadi. Demak, nuqtali diodlar, rus tilida, rus tilida точные diodlar deyiladi va yassi diodlar. Bu mana shu yerda yuqorida aytdim, elektron teshik o'tish turi bo'yicha klassifikatsiyasi. Ularda qat'iy PN o'tishning yuzasini belgilovchi o'lchamlar uning kengligidan ancha katta bo'ladi. PN o'tish yuzasi bir necha kvadrat millimetr ulushlaridan tortib o'nlab kvadrat santimetrgacha bo'lishi mumkin. Mana bu yerda, mana bu rasmda, demak, yassi diodning tuzilish strukturasi berilgan. Demak, bu yerda bu tayyorlangan diod, demak, qotishma usuli asosida tayyorlangan. Demak, sanoatda yassi diodlar keng tok va kuchlanish diapazonida ishlash uchun chiqariladi. Bu esa ularni kichik, o'rta va katta quvvatli qurilmalarda qo'llash imkonini beradi. Demak, mana shu yassi diodlarning asosiy xarakteristikalaridan bittasi. Endi ikkinchi ko'radigan diod turimiz bu nuqtali diod. Demak, nuqtali diodda PN o'tish yuzasi juda kichik bo'ladi. Demak, u mana bu qismda mana ko'rsatilgan. Demak, chiziqli o'lchamlari PN o'tish qalinligidan ancha kichik bo'ladi.
Demak, nuqtali peyil o'tishlar, yarim o'tkazgich, bol kristali bilan metal simcha prujina bilan uchining tegish joyida hosil qilinadi. Mana bu yerda. Demak, peyil o'tish yuzasi kichik bo'lganligi sababli nuqtali diodlarning to'siq, ya'ni baryer sig'imi juda kichik bo'ladi. Shu sababli ularni yuqori va juda yuqori chastotalarda ishlatish mumkin. Bu demak nuqtaviy diodlarning alohida xususiyatlaridan hisoblanadi. Demak, keyingi diod turi bu to'g'rilovchi diodlar. Mana siz laboratoriya ishida aynan shu diodlar yordamida manimcha ish bajarayotgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni diodlarni to'g'rilovchi funksiyasi, to'g'rilash funksiyasiga asosan shunga asoslangan laboratoriya ishi bor. Demak, to'g'rilovchi diodlar bular o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirib berish uchun xizmat qiladi. Demak, funksiyal vazifasi ana shulardan iborat. Demak, mana bu rasmda diodlarni turlari berilgan. Demak, mana bu A sohada, mana bu yerda. Mana bu A sohada demak, ularni har bittasi diskret ko'rinishda berilgan. Mana shu shakldagi diodlar. Bu bitta diodlar ko'rinishi. Lekin bulardan tashqari ko'prik mostlar ham bor. Ya'ni diodlardan tuzilgan mostliklar deyiladi. Ularni shakli mana bunday bo'ladi. Belasini ko'rsatadi. Bu shunday. Bitta emas, bir nechta bo'ladi. Mana shulardan bittasi hozir kichik quvvatli to'g'rilovchi diodni tuzilishi bilan tanishamiz. Mana umumiy qaraydigan bo'lsak, diodning asosiy qismlari 6 qismdan iborat. Demak, birinchisi e'tibor bering rasmga. Bu endi asosiy yarim o'tkazgich plastinaga qo'shiladi. Demak, ikkinchisi demak N turdagi germaniy kristali. Uchinchisi kristalni tutib turuvchi mana qismi. To'rtinchisi ichki chiqish, ya'ni temperatura o'zgarganda mexanik berdozga xatolik bor, buni to'g'rilab berasiz. Demak, mexanik zo'riqishlarni kamaytirish uchun maxsus egilishga ega. Bu ingliz tilidan tushib qolgan. Demak, beshinchisi shisha izolyator, mana bu qismda ko'rsatilgan. Va 6-si bu korpusi. Man qarayapman, hech kim yozmayapti. Nima sabab? Mayli, tushunarli bo'lsa yaxshi. Demak, mana katta quvvatli to'g'rilovchi diodlarni kristallari demak og'ir korpusga o'rnatiladi va u korpusda diodni demak radiatorga mahkamlash ipli tayoqcha uchun va qurilma ishlayotganda hosil bo'lgan issiqlikni chiqarishga xizmat qiladi. Mana biz yuqorida aytdik, diodlar tok kuchi va kuchlanishni bir juda katta spektrga mo'ljallangan. Ularda juda katta issiqlik ajralib chiqadi. Lekin mana shu issiqlikni diod asosiy materialiga ta'sirini kamaytirish uchun, ya'ni sovutish uchun, normal ishlash uchun doimiy radiatorlar bor. Mana bu yerda hozir nimasi yo'q, nimasi. Radiator hamangiz ko'rgansiz, mashina hozir. Demak, mana shu alohida qoplamasi bor. Radiator shaklida va shu radiator ishlab turadi va diod sotiladi. Endi bu kichkina sxemalarda qo'llaniladi. Endi asosiy tushunchalardan yana
to'g'rilovchi diodlarning teskari tok qiymatini buni yozing. Demak, imkon qadar kichik bo'lish kerak. Demak, bu asosiy bo'lmagan zarar tashuvchilar konsentratsiyasi bilan belgilanadi. Biz o'tgan darsda demak PN o'tishni voltamper xarakteristikasini o'rganganimizda demak mana shunga qiyoslasa agar shunga yaqin grafik bilan tanishuvdik. Demak bu yerda to'g'rilovchi diodni voltamper xarakteristikasi keltirilgan. Endi bu yerdagi U0 qiymati biz beradigan PN kontaktga beradigan demak kuchlanish va tok kuchi bilan bevosita bog'liq. Chizib oling. Demak, endi to'g'rilovchi diodlarni bevosita asosiy xarakteristikalari bilan tanishib o'tamiz. Demak, asosiy parametrlari birinchisi bu nominal o'rtacha to'g'rilovchi tok. Mana demak, ochiq diod orqali o'tadigan va nominal sovutish sharoitida uning ruxsat etilgan qizishini ta'minlaydigan tokning o'rtacha qiymati. Bu asosiy xarakteristikasi yozilgan. Demak, asosiy xarakteristikalardan to'g'rilovchi diodning asosiy xarakteristikalaridan bu nominal o'rtacha to'g'rilovchi tok. Demak, belgilanishi faqat bu yerda ruscha nimalar ketgan, bu to'g'rilaydi. Demak, ochiq diod orqali o'tadigan va nominal sovutish sharoitida uning ruxsat etilgan qizishini ta'minlaydigan tokning o'rtacha qiymati. Demak, bu yerda xuddi shunday voltamper xarakteristikasi berilgan. Demak, siz birinchisini chizib olsangiz bo'ldi. Voltamper xarakteristikasi. Tushunarlimi? Demak, ikkinchi asosiy xarakteristikasi bu nominal o'rtacha to'g'rilovchi kuchlanish. Nominal o'rtacha to'g'rilovchi kuchlanish. Demak, belgilanishi mana bu yozuvda belgilanadi. Demak, nima degani bu? Demak, diodda nominal o'rtacha to'g'rilovchi tok o'tganda uning to'g'rilovchi kuchlanishning o'rtacha qiymati hisoblanadi. Demak, nominal o'rtacha to'g'rilovchi kuchlanish diodda nominal o'rtacha to'g'rilovchi tok o'tganda uning to'g'rilovchi kuchlanishning o'rtacha qiymati. Demak, uchinchi parametri to'g'rilovchi diodning uchinchi parametri bu blokirovka kuchlanishi. Endi ayrim adabiyotlarda qirqish, ayrim adabiyotlarda o'zida blokirovka, ayrimida to'siq deb belgilangan, lekin mazmuni umumiy qilib aytsak mana shu demak ibora to'g'ri keladi. Demak, u nima? U U0 bilan belgilanadi. Demak, voltamper xarakteristikasining to'g'ri chiziqli qismi kuchlanish o'qi bilan kesishish nuqtasi orqali aniqlanadi. Demak, yozib oling ta'rifini. Hurmatli talabalar, mana bugun siz bilan diodlarning turlari klassifikatsiyasi
ularning yasalishi, xarakteristikalari, asosiy xarakteristikalari va ish rejimlari bilan tanishdik. Agar savollar bo'lsa marhamat, savollar bo'lmasa e'tibor uchun rahmat.